ko'pchilik so'ragan qatorlarga ishlov berish uchun bir sepli hamda ikki sepli gusnitsali motobloglarimizda yangi partiyalar kirib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navoni tashkil etib ketaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldirib aloqa chiqishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p. Ko'pchilik aytayapti, uka, men pomidor ekaman, qarampir ekaman, bug'doy ekaman yoki chesno ekaman. Shuning uchun men xullas qora ekinchiman ekaman, dalalarimga, uyimga ekaman. Menga orasini kultivatsiya qilib berish uchun kuznitsa kerak degan ekan. Shu kuznitsali motobloglarimizda bir sepligi hamda ikki sepligi yuqori turi benzinli hamda stararkali variantlardan olib kelib qo'ygan. Hozir bilan qisqacha boshlayman. Birinchi bo'lib ikki sepli variantni tashlaman. Ikki sepli variantini xo'p yuqori turli sararka o'qlar 3 litrli bo'ladi. Ro'zish joylari zavodning orqali bajariladi kerak. Seplari original pechatlangan sep hisoblanadi. Qayerdan qanaqa gusnitsa motoblog olishingizdan qat'iy nazar, albatta birin-qator seplarga qarab qo'yasizlar. Seplari agar pechatlangan bo'lsa, u original bemalol yeringiz ichiga solib ishlatsangiz uncha tez sinib yoki uzilib ketavermaydi. Pechatlangan original sep bemalol ishingizni qilib bera oladi. Rullarni esa kerak tepaga hamda pastga qilib ishlata olasiz. Rullari 360 gradusga aylanib bera oladi kerak. Xo'p, gaz bersangiz o'zi оборот oladi hamda bu avtomat korobka skor pastga joylashtirilgan. Skor pastga qilgan sababi aytib o'tganda 360 gradusga buriladi deyapman. Xo'p, skorga urib qo'ydingizmi? Mana shu qizil nuqtani esiz, keyin u jildlab beradi. Agar skorga urib bor gazga ham qo'yib olsangiz ham u yurmaydi. Sababi mana shu qizil nuqtani ezganingizdan so'ng oldiga yuradi kerak. Harakati через remen orqali ishga tushadi kerak. Xohlaganlar sararkaga ham olishinglar mumkin. Ikki sepli gusnitsa motoblogimizni xo'p, yuqori turli sararka emas, benzinli bo'ladi bu. Yurish joylari zavodning orqali satrda emas, g'o'zliqni filtrlar, mas'uliyat filtr qilib ishlangan bo'ladi. Buni ham harakat через remen orqali seplari original pechatlangan sep, rullar 360 gradusga aylanadi. Tepa pastga ligirovkalar ham mavjud. Xo'p, bunda ham xuddi o'sha skorlar pastda gaz berishingiz ham yurmaydi. Mana shu holatda o'chirib yoqish bitta knopka orqali. Xo'p, undan keyingisi bir sepli gusnitsa motoblogimizda yuqori turli sararka bo'klari 3 litrli ro'zish joyi zavodning orqali bo'ladi. G'o'zliqni filtr ham mas'uliyat filtr qilib ishlangan bo'ladi kerak. Rullari 360 gradusga aylanadi. Bunda yechib aylantirasiz. Tepa pastga ligirovkalar mavjud bu tomondan. Gaz bersangiz o'zi obort oladi. Bu ham avtomat korobka. Skorga solib qo'ydingiz, joyida turaveradi. Faqatgina gaz bersangiz keyin yurib bera oladi kerak. Bunda ham harakati через remen orqali ishga tushadi. Seplari original pechatlangan sep bo'ladi. Ko'rib qo'yishinglar mumkin. Harakat ko'rasizlar. Xo'p. Undan keyingisi benzin bo'ladi yuqori turi. Benzin bo'klari 5 litrli, yurish joylari esa zavodning orqali bo'ladi. G'o'zliqli filtrlari mas'uliyat filtr qilib ishlangan. Bunda faqat boshqaroq tomoni 360 gradusga rullar aylanmaydi. Faqatgina tepaga, pastga bo'ladi. Xolos. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlar mavjud. Bunda ham skorga urib gaz bersangiz keyin yuradi. O'chirib yoqish bitta knopka orqali bajariladi. Oldida juda ham chiroq ishlangan durgalar ham mavjud. Seplari original pechatlangan sep harakat через remen orqali ishga tushadi. Bir turga harakat bergandan so'ng bu o'zi aylanib kultivatsiya qilib bera oladi. Kimga qanaqasidan kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi kerak. Optim mazani birinchi klass qo'ldan hal qilib olaman deb yurgan ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.